Novostroyka bo'lsin, patologlar baland bo'lsin, remonti zo'r bo'lsin, kvadraturasi katta bo'lsin, lokatsiyasi yaxshi bo'lsin deb siz so'rayaptimi deysiz. Qarang. Yunusobod 18-kvartal eski Manzur to'yxonaning o'rniga qurilgan Novostroykamiz orientir Saram chorraha. Bu uyimiz 66 kvadrat, yangi remont xonalari alohida, egalari 81.900 AQSh dollarida so'rashyapti, albatta kelishiladigan joylari bor. Uyimiz 10-qavatda joylashgan 10 qavatli bino. Детский площадка, охраняемый zona. Nadzemniy, podzemniy parkovkalari ham mavjud. Narxiga juda ham arziydi. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz uzun kattagina bizda prixojkamiz bor. Prixoj mebelimiz stroyni под заказ shu razmerga yasatilgan. Keling, o'ng tarafdan boshlaymiz. Oshxonamiz kattaligini qarang. O'ng taraf uzunasiga stroyni kuxonniy mebel. Холодильник mavjud, gaz plita, duxovka, umuvальник, hamma narsa o'rnatilgan, ishlaydigan holatda. Bu yoq taraf mягкий mebel, stol, oilaviy o'tirib ovqatlanishga ham bemalol prostranstvamiz bor. Keling, davom ettiradigan bo'lsak, o'ng tarafimiz bizda spalniy mebel полностью укомплектованный под заказ shu xonaga rangiga yasatilgan mebelimiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, xonalar, sanuzel, oshxona hammasi katta prostorniy. Bu yog'imizda esa bizda sanuzel, kir mashina уже o'rnatilgan. Bu yog'imizda ko'rayotgan bo'lsangiz 120 ga 60 qimmat chiroyli ranglarda kafelar taqilgan va asosiy xonamiz zal. Mehmon kutadigan xonamiz juda ham katta. Mягкий mebel va 12 tali servirovka stol-stulni bemalol xonaga joylashtirsangiz bo'ladi. Narxi 81.900 kelishiladi, telefon raqami opsiyasida tezda aloqaga chiqasiz.